TG-Xvan mahallasida obodlik va sanitariya holati o'rganildi. Vatanimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan amalga oshirilayotgan Dolzarb 40 kunlik loyihasi doirasida Yuqori Chirchiq tumanidagi TG-Xvan mahallasi hududida obodonlashtirish, sanitariya holati hamda mahalla infratuzilmasini o'rganish ishlari amalga oshirildi. O'rganishlar davomida mahallada obodonlashtirish va sanitariya ishlarini tashkil etishda bartaraf etilishi lozim bo'lgan qator kamchiliklar mavjudligi aniqlandi. Xususan, mahallaga kirish qismida joylashgan eski, foydalanilmayotgan jamoatchilik nazorat maskani haligacha olib tashlanmagan. Uning atrofidagi ariqqa turli chiqindilar tashlangan bo'lib, kirish hududining qismi ham begona o'tlardan tozalanmagan. Bu esa mahallaning birinchi taassurotini salbiy tomonga o'zgartirmoqda. Mahalla markazidagi Namuna ko'chasi mahalla yoshlar yetakchisiga biriktirilgan bo'lib, ushbu hududdagi ko'p qavatli uylar atrofida sanitariya holati qoniqarli emasligi kuzatildi. Hudud begona o'tlardan tozalanmagan, chiqindi yig'ish maydonchasida chiqindilar to'lib toshib atrofga sochilib ketgan. Shuningdek, boshqaruv servis kompaniyasi tasarrufidagi suv ta'minoti inshooti atrofi ham parvarishsiz qolgan. Hududda begona o'tlar o'rilmagan, chiqindilar olib tashlanmagan, qurib qolgan daraxt shoxlari yig'ishtirilmagan. Natijada ko'p qavatli uylar atrofining umumiy holati talab darajasidan ancha past ekani qayd etildi. Vatanparvarlar ko'chasi mahalla ijtimoiy xodimiga biriktirilgan bo'lib, ushbu ko'chada ham yo'l chetlari va xonadonlar oldi begona o'tlardan tozalanmagan. Ayrim xonadonlar oldida qurilish materiallari, qum, shag'al va boshqa materiallar tartibsiz holda saqlanayotgani aniqlandi. Mahalla soliq inspektoriga biriktirilgan Favvora ko'chasida ham obodonlashtirish ishlari yetarli darajada tashkil etilmagan. Ko'cha bo'ylab chiqindilar o'z vaqtida olib tashlanmagan, ayrim xonadonlarning tashqi devorlari va darvozalari ta'mirtalab holatda qolgan. Shuningdek, qurilish materiallarining uzoq vaqtdan beri yo'l yoqalarida saqlanayotgani ko'chaning tashqi qiyofasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Assalomu alaykum hurmatli mahalladoshlar. Mahkam To'lqin TG-Xvan fuqarosiman. Favvora ko'chasida istiqomat qilaman. Dolzarb 40 kunlik loyiha bo'yicha bizlarga kelib ogohlantirgan edi. Bir ikkita sabablarga ko'ra bitira olmadik. Aniqlangan kamchiliklarni bitirib qo'yamiz. Hammadan iltimoski, eshiklarini oldini tozalab qo'yishni iltimos qilamiz. Assalomu alaykum. Men Yuqori Chirchiq tumani Timur Grigorchev mahallasi hokimi Kaldarov Abdulazizman. Dolzarb 40 kun bo'yicha respublikamizda o'tayotgan tadbirdan fuqarolarni hammasini ogohlantirganmiz. Ogohlantirishga qaramasdan bugungi kunda kamchiliklar aniqlanmoqda. Aniqlangan kamchiliklarni tez orada bartaraf etib, ijobiy natija qayd etamiz. Xvan mahallasi fuqarolariga iltimosim edi, hammasi eshiklarni oldini tozalab, ozodalikka qarab, tomorqalardan samarali foydalanishni tashkil etishni so'raymiz.